Nega ayrim erkaklar 40-50 yoshda ham yosh yigitlardek baquvvat bo'ladi-yu, boshqalari 25 yoshidayoq уже jinsiy quvvatni pasayishidan shikoyat qilishni boshlaydi. Aslida hamma gap biz har kuni iste'mol qiladigan ovqatlarda va eng asosiysi turmush tarzimizda. Hozir men sizga uy sharoitida jinsiy quvvatni 2 baravarga oshirishda eng oddiy, bezarar va eng muhim tomon bepul yo'nalishlarni beraman. Barchasini sizlarga hozir hech narsani yashirmasdan to'liqligicha ochib beraman. Har doim erkak kishi sifatida biz eng zo'ri bo'lishga harakat qilamiz-da. Sizdagi eng katta muammolar bular nimalar? Birinchi navbatda urug' tez chiqib ketib qolishi mumkin. Ayolingizda qoniqmaydi degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Ayolingiz bilan qancha yaxshi aloqa qilsangiz, ayol kishi mana jinsiy aloqada to'liq qoniqish hosil qilsa, shunda bo'ysunadi deb bilamiz. Ba'zilarimiz esa bir kunda 2-3 marta aloqa qilishni xohlaymiz, lekin imkoniyatimiz yetmaydi. Hozir men sizlarga 8 ta punkt orqali jinsiy quvvatingizni oshirishni o'rgataman. Zeta taxminan 5-10 daqiqa davomida videoni ko'rsangiz, men sizga va'da beraman, jinsiy quvvatingiz kamida 2 baravarga oshadi. 8 ta punktdan eng dastlabki aytmoqchi bo'lgan gapim bu hayot tarzi. Ya'ni kundalik hayotimizda juda ko'pchiligimiz o'tiroq hayotga o'rganganmiz. Ba'zilarimiz bank xodimimiz, asosan o'tiroq hayotda bir joyda o'tirib harakat ish sifatimiz shunga bog'liq. Yana ba'zi birlarimiz taksichilik qilamiz. Umuman olganda eng asosiy kasb egalari hozirgi kunda o'tirib ishlaydigan kasb egalari hisoblanadi. Bularda aktivlashtirish, ya'ni harakatni qo'shishligimiz bu kichik chanoq a'zolardagi qon aylanishining yaxshilanishiga va aynan ereksiyani ta'minlovchi qon tomirlarda ish faoliyat yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi masala bu uyqu. Ko'pchiligimiz kechki smenada ishlaymiz. Yana boshqalarimiz kechqurun uxlashdan ko'ra telefon titkilab Instagramda o'tirishni ma'qul ko'ramiz. Lekin bularning hammasi zararli. Nimaga? Ereksiyani ta'minlovchi asosiy gormonlardan bittasi bu testosteron. Testosteron bo'lsa, aynan uyqu vaqtida kechqurun soat taxminan 10 lardan boshlab erta tong soat 5 gacha bo'lgan oralig'ida asosiy konsentratsiyasi ishlab chiqariladi. Ya'ni mayaklarda ishlab chiqariladi. Shuning uchun bizda eng kamida men aytib o'tgan vaqtlarda uyquni ta'minlay olsak, testosteron sifatli, aloqa ham xuddi shunga kabi sifatli bo'lishni boshlaydi. Uchinchisi bu stress. Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida deyarli hammada stress bor. Kimdadir kredit, kimdadir oiladagi kelishmovchilik, yana kimdadir ishsizlik, yana kimdadir mablag' yetishmasligi. Qisqacha aytganda, hammamizda boshimizda stresslar to'lib yotibdi. Mana shu stresslarni maksimal darajada uzoqlashtirishga harakat qilsak, ereksiyani sifati uchun juda katta ish qilgan bo'lamiz. Keyingi asosiy sabablardan bittasi bu ko'pchiligimiz stress oqibatida bo'lishi mumkin. Yana kimlardir boshqalarga qiziqish oqibatida bo'lishi mumkin. Zararli odatlar. Ichkilik, chekish va shunga o'xshash vositalar. Bularning hammasini tarkibida zararli moddalar juda ham ko'p bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri aynan qon tomirlar, jinsiy a'zodagi nozik qon tomirlarda ateroskleroz deydi bizning meditsina tilida, mo'rtlashishiga, elastikligini yo'qolishiga sabab bo'ladi. Bu esa albatta to'g'ridan to'g'ri ereksiya sifatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu zararli odatlarni yo'qotishlik yana bitta katta qadam hisoblanadi. Xo'p, endi ayol bilan o'rtadagi munosabat keyingi sabab. Nimaga? Jinsiy aloqa ayol hamda erkak o'rtasida bo'ladi. Bu narsaga xohish paydo bo'lishi uchun ayol bilan munosabat yaxshi bo'lishi kerak. Ba'zi birimiz ishdan charchab kelamiz va o'sha ayol bilan gaplashishda kelishmovchiliklarni ko'p keltirib chiqaramiz. Ba'zi birlarda o'zi ayolda tomonidan muammo bor, ba'zi birlarda erkak tomonidan munosabatda muammo bor. Xohishimiz yo'q ayolimizga nisbatan. Lekin mana shu yerda bitta narsani aytishim kerak. Bu narsani noto'g'ri talqin qilmaslik kerak. Ba'zi biringlar boshqa ayollarga borib ko'rgansizlarda, mana biz qabulimizga kelib o'tirgan bemorlarda ko'pincha gaplashamiz. Aytadi o'zi, ayolimga nisbatan xohishmanda zo'r emas. Ya'ni ikkinchisi ham yo'q. Ikkinchi xohish yo'q demoqchiman. Boshqa ayolga nisbatan esa boshqa ayolga borganda ikkinchi, uchinchi, kerak bo'lsa to'rtinchisi ham bor degan fikrda aytadi. Mana shu gapni o'zi isbotlaydi. Haqiqatan ham ayol kishi bilan o'rtadagi munosabat qanchalik yaxshi, sifatli bo'lsa, o'shanda ereksiyani sifati ham zo'r bo'ladi, hamda aloqani ikkinchi, uchinchi emas, to'rtinchisi ham bo'lishligi mumkin. Yana bitta muhim punkt bor. Bu ayollar uchun, mana oranglarda agar ayollar kuzatib turgan bo'lsa, sizlar uchun bitta tavsiya beraman.
eriklar bilan o'rtadagi munosabatni maksimal darajada aloqani sifati hamda o'sha ikkinchi, uchinchini to'g'irlash uchun bu yerda aura, ya'ni atrofinglarni o'rab turgan muhitni yaxshilashinglar kerak. Birinchisi spalnidagi muhit. O'zgartirish kerak. Divanda joylashuvi, postellar, qo'pol qilib aytganda. Va eriklar ishdan kelishiga o'zi yaxshi ko'rgan ovqat, chiroyli xushmuomala, chiroyli hidlar atrofimizda hamda chiroyli munosabat. Ana shunda sizlar xohlagan o'sha ikkinchi, uchinchi albatta bo'ladi. Endi bu vaziyatda ko'pchilik ayollar kuzatmaydi, hozirgi kunda erkaklar kuzatib o'tiribdi. Shuning uchun ayolinglarga yetkazishinglar kerak bo'lgan narsa bor. Ya'ni ayol bilan munosabatni sizlar tushuntirib berishinglar kerak. Davay. Ya'ni boshqacha aytganda kelishuv. Sen yaxshi gap bilan misol munosabatimizni yaxshilashimiz kerak va bu narsa uchun sendan talab qilinadigan narsalar bor. Men uchun qandaydir darajada o'zing fantaziya qil, tayyorgarlik ko'r. Men ham sen uchun tayyorgarlik ko'raman. Va shu o'rinda misol uchun bitta oddiy misol aytaman. Ishtasiz, ishdan kelyapsiz, oddiy bitta gul yoki oddiy bitta shirinlik ko'tarib, chiroyli kayfiyatda vaqtliroq kirishingiz kerak ayolingiz oldiga. Ayolingiz bu narsalarni ko'radi, albatta xursand bo'ladi. Avtomatik ravishda kayfiyat ko'tariladi va sizga bo'lgan munosabat sirazu o'zgaradi. Ayol kishidagi munosabat o'zgarishi ikkala tomonda ham munosabatni yaxshilanishiga sabab bo'ladi va u aloqani sifatini yaxshilab beradi. Bu oddiy usul. Yana bir qo'shimcha ikkinchi narsani aytib ketmoqchiman. Imkon bo'lsa, bir haftada aynan bir kunlarni belgilab olsanglar ham osonroq bo'ladi. Misol uchun, oldindan haligi kattalarda gap bor-ku, payshanba, yakshanba degan narsa. Xuddi shunga o'xshash. Misol o'zingizlarning ishinglardan, uydagi vaziyatdan kelib chiqib turib, aniq bir kunlarni belgilab olinglar. Misol kim uchundir bir haftada 2 marta, kim uchundir 3 marta, kim uchundir ko'proq. Kunni belgilab, o'sha kunlari ayolingiz ham tushunib, namyoq bo'ladi, avtomatik ravishda tayyorgarligini ko'radi, siz ham tayyorgarligingizni ko'rasiz. Va eng asosiysi, ish muammolarni chetga surib qo'ygan holatda ikkalovilar ham munosabatni tiklay olasizlar. Bular albatta yordam beradi. Bundoq qaraganda oddiy ko'rinadi, lekin hammasi samarali. Qaranglar, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, sabablarning ichida mana shu muammoga ko'proq to'xtaldim. Chunki hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlar yomonlashib bormoqda. Ajrimlar soni ko'paymoqda. Shu muammoni yetsanglar, aniq eng katta qadamni tashlagan bo'lasizlar. Chunki ereksiyaning fiziologiyasi bu narsalarga bog'liq. Agarda sizlar uchun mana shu ko'rgan joylargacha qanaqadir foyda olgan bo'lsanglar, like bosib qo'ysanglar, biz keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi sabab bu sport. Hozirgi vaqtda birinchi boshida eslatib o'tdim, o'troq hayotda yashaymiz. Harakatsizlikka uje moslashib boryapmiz. Lekin bu narsaga sportni qo'shadigan bo'lsak, qon aylanishi, muskullarning intensivligi va elastikligi uchun juda katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Aynan regular darajada katta professional sport shart emas. Har kuni erta tongda, misol uchun badan tarbiya, bu 3 oy vaqt o'tgandan keyin sizga albatta natija beradi. Siz o'sha kutgan maqsadingiz uchun eng katta yana bitta ishni qilgan bo'lasiz. Keyingi aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam va oxirgilaridan bittasi bu oziq-ovqatlarimiz, ya'ni biz iste'mol qiladigan kundalik hayotdagi ovqatlar. Biz uchun eng xavfli bo'lgan narsalar bular GMO. Turli xil darajadagi yarim tayyor polufabrikat mahsulotlar, kolbasa, sosiskalar, turli xil fast foodlar va ularning tarkibidagi zararli moddalar. Bularni ratsiondan qanchalik ko'p chiqarsak, shunchalik sifatli natija olamiz. Eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bor, ya'ni ereksiya sifatini yaxshilash uchun. Bularni sizlarga Telegramda qoldiraman, ya'ni aynan sabzavotlar, mevalar hamda boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini qaysi birini ko'proq iste'mol qilish kerak. Bu bo'yicha ro'yxat qoldiraman, Telegramda silkasini qoldiramiz, bemalol o'tib, olib, ko'rib chiqsanglar, tanishsanglar bo'ladi. Eng oxirgi va yana bitta eng muhim ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bu biologik aktiv qo'shimchalar. Ya'ni sizlar kundalik hayotingizda radioda ham, televideniyada ham, internetda ham duch keladigan o'sha mashhur dori vositalari. Bu dori vositalarining hammasi biologik aktiv qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni nimanidir bir o'zi qoyillatib qo'ymaydi, lekin sizlarga yordamchi sifatida ishlashi mumkin. Bularning ichida ham
qaysi birini iste'mol qilishligini to'g'ri tanlab olishimiz kerak. Hozirgi kunda tribestan, tribesteron va shunga o'xshash mashhur dorilar bor. Ularning tarkibida aynan oddiy o'zbekcha tilda aytganda qo'y tikanak bor. Shuni tarkibidagi modda bor. Tribulus terrestris deyiladi. Ana shu modda bo'lsa, bu aynan testosteron ishlab chiqarilishini kuchaytirib beradi. Davay ishla deb turadigan mahsulotlardan bittasi. Shu mahsulotni foydalansangiz, iste'mol qilib yursangiz, zarari yo'q va uzoqroq vaqt iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Qolgan mahsulotlarni aytadigan bo'lsam, eng asosiylari bular kerakli antioksidantlar. L-arginin degan modda bo'lishi kerak tarkibida, rux bo'lishi kerak va koenzim Q10 degan modda bor. Undan tashqari omega. Mana shularni tarkibida qo'shimcha borligini bilsanglar, iste'mol qilsanglar bo'ladi. Va eng asosiysi aytganimdek, tanaffussiz uzoqroq vaqt kichikroq dozada. Mana shu qonuniyatlarga ahamiyat bersanglar, keyin foydasini sezasizlar. Lekin yana bir joyi bor. Tarkibida sildenafil, tadalafil va shunga o'xshash dori vositalari qo'shilgan moddalarni tavsiya qilmayman. Agarda shu ishlarni qildinglar, mana men sanab o'tgan hamma narsani qilinglar. Natija aniq beradi. Lekin degan joyi bor. Ba'zi bir bemorlarda aynan bitta kasallik asorati sifatida shakllangan erektil disfunksiya bor, ya'ni jinsiy holat yaxshi ishlamasligi. Bu holat uchun yordam bermasligi mumkin. Unday holatda albatta urolog, androlog shifokorga borib, kerakli tekshiruvlarni qilib, ana shundan keyin unga qarab turib diagnoz qo'yiladi va chora-tadbir ko'riladi. Shunda natija olasizlar. Mana shu joy esdan chiqmasin. Mana 8 ta yo'nalishda o'sha kerakli tavsiyalarni berib o'tdik. Bu 8 ta muammoni bartaraf qilganlar bo'lishi mumkin oranglarda. Agar haqiqatdan ham natija bergan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Agar video haqiqatdan ham sizlar uchun foydali deb bilgan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sababi biz videolarimizda maksimal darajada uy sharoitida masofadan turib kerakli muammolarga kerakli yechimni berib borishga va ba'zi bir urologiyadagi sirlarni ochib berishga harakat qilamiz.